Qur'ondan qancha yodladingiz? Hammasini. To'liq yodlab oldingizmi? Ha. Mashalloh. Mo'tabar yigit bo'libsiz-ku. Tillo yigit bo'libsiz. Siz oltin yigit bo'libsiz. Tirik Qur'on. Mashalloh. Xatmga o'tib bera olasizmi namozda? Ha. Ha, barakallah. Siz ismingiz nima o'g'lim? Muhammad Yahyo. Muhammad Yahyo qori. Muhammad Yahyo qori. Qori, barakallah. Necha yoshsiz? 7. 7 yosh, mashalloh. Qur'onni yodladingizmi o'g'lim? Qancha? Bir bor. Bir bor yodladingizmi? Allohu akbar. Hali maktabga chiqmadingiz-a? Endi chiqasiz. Maktabga chiqmasdan bir bor yodlab oldingiz. Mashalloh. Siz ismingiz kim o'g'lim? Ismim Abdulfattoh. Abdulfattoh qori. Shundaymi? Siz qancha yodladingiz? 25 bor yodladim. Bu ukangizmi bu kishi? Ha. Qolib ketdingizmi ukangizdan? Ha. Qachon to'lov bo'ladi? Xudo xolisi bo'lib qoladi? Ha, bo'ldi. Ha, barakalloh. Necha yoshsiz o'g'lim? 13 yoshim. 13 yosh, ha? Barakalloh.